Jaloliddin To'lanboyev, Farg'ona viloyat vakili, qizil burchakda jang olib boradi. Uning raqibi O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport universiteti talabasi, o'quvchisi Shohrux Qurbonov. 81 kilogramga bo'lgan vazn. 81 kiloda birinchi ringga. Xudoyor Yernazarov, 3-latanga keling. Kutyapmiz. To'lanboyev va Qurbonov. To'lanboyev 2 marotaba chiqdi. Yana nimadir muammo bor chamamda qayd etyapti. Qurbonov, Shohrux, tezlashamiz. Bint ham xohlaganicha bo'ylandi hozir. Kamdan kam ko'ramiz unday vaziyatni. Qurbonovni kutyapmiz. Bunday holat ko'proq baribir murabbiylarning xatosi hisoblanadi. Ular sportchini tayyorlash kerak. Sportchi jangga chiqayotganda emas, bintni o'rash jarayonida. Bu 1,5 soat kamida 1 soat vaqt avvalroq bu ishni bajarish kerak. To'lanboyev esa anchadan buyon kutib turibdi raqibini. Bo'ydor Jaloliddin bo'y borasida farq bor. Jaloliddin To'lanboyev balandroq. Qurbonov bo'y borasida imkoniyatni boy beradi va ogohlantirish rasmiy. Ko'pchilik sportchiga birinchi rasman ogohlantirish o'z vaqtida chiqmaganligi uchun. Chap oyog'ini tayyorlab turibdi. Ikkalasi ham o'ng qo'lda asosiy zarbasini yo'llaydi. Birinchi ringga chiqishga tayyorgarlik. Middle kick. Va qo'l zarbalarini ham ishga solishga harakat qilib ko'rdi To'lanboyev. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Low kick ochchasiga yo'llandi. Qurbonov ijrosida. Middle kick o'tyapti. Kuchli emas, lekin zarba. High kick. Himoyaga tegyapti, ammo ta'sir o'tkazadigan zarbalar qatoriga kiradi mana shu.
Jaloliddin ijrosidagi zarba. Ishlem. Va jonlanib ketdi Qurbonov. Time out. Kuzatishda davom etamiz. High kick. Bo'ldi. Yana Ishlem yetishib ketyapti. Ishlem almashtirish kerak ekanligi uqtirilmoqda. Birinchi raund yakuniga yetmoqda. Endi ustunlik shubhasiz hozir qizil burchakdagi sportchida. Zarbalar ko'proq, harakat ko'proq, koordinatsiya yaxshiroq. Ammo nimadir bor, hozir namoyish etib berishi mumkin Shohrux Qurbon. Bilasizmi, 1-2 hisobida eng qizig'i ustunlik Shohrux Qurbon tomonidan. Bir ekan, durang. Lekin bitta zarba farq. Bu tomonga olib ketdi. Endi hakamlar baribir aniq zarbalarni hisoblashadi-ku. Bu jihat ham yo'q emas. Middle kick o'tyapti. Yana middle kick ikkinchi marotaba yo'llayapti. Qo'l zarbasi bilan qaytarishga harakat qildi. Ikkita high kick. Himoyadan ham o'tmoqda, lekin himoyaga tegyapti eng qizig'i. To'lanboyev ancha jonlandi. Front kick. Middle kick. Mana Ishlem xalaqit beryapti jangni o'tishiga, uni borishiga. Zarba berish kerak ekanligi uqtirilyapti bir necha marotaba. Masofa qisqardi. Kurashish kerak emas. High kick. O'ng qo'l, chap qo'l zarba ortidan. High kick yana keskin, qaltis zarbalar yo'llayapti, kuchli zarbalar yo'llayapti. Bu vaziyatda Jaloliddin To'lanboyev. Takror lavhalarni ko'rishingiz mumkin.
Harakət göstərdi. İkinci tatamiga. Rahimov Doston. Toshkent viloyati Solijon Muhammad Yusuf. Andijon. Kuchli ancha zarbalar yo'llayapti. 3-raund boshlandi. Ketma-ket zarbalar, high kick. Uning ortidan birinchi qo'l zarbalari, undan so'ng oyoq zarbasini qo'shish kerak ekanligini uqtirishyapti hozir Jaloliddin To'lanboyevga. Endi ochkolar bo'sh ustunligiga bo'lib oldi. Ikkinchi raunddan so'ng keskin zarbalar yo'llashga erishdi. Raqibini muvozanatdan chiqarishiga bir baqiy qoldi. Round kick ko'tyapti, qo'l zarba va high kick ko'tyapti. U ham tugyapti. Mana shu zarbalarga dosh bergan holda hozir ko'k mushakdagi bokschi Qurbonov shlemni ham yechib yuboryapti raqibni. Time out. Bunday zarbalarga shlem dosh bermadi, lekin jangchining o'zi dosh beryapti. Shohruh Qurbonov kuchli zarba round kick yo'landi, keyin high kick bosh qismiga aniq bordi. Qo'l zarbalari bir necha marotaba ular ham mo'ljalga yetib borgan. E'tibor qating. O'ng qo'l joyida turgan holda zarbalarni o'tkazyapti. Ikkilik zarbasi yana o'tyapti. Mana shu qisqa masofaga o'zi kirib olib, kerakli masofaga To'lanboyev zarbalar yo'llashda davom etmoqda. High kick, yana bir high kick, o'ng qo'l yondirma zarba va jang yakuniga yetmoqda. Yon hakamlar, bosh hakam stollarga kelinglar, yon hakam. Mashhur. Imkonsiz. 3-0 bir ovozdan g'alaba qozonyapti Jaloliddin To'lanboyev. Farg'ona viloyat vakili va u keyingi bosqichga yo'l olmoqda. Bizga takroriy lavhalar namoyish etib berilmoqda. Mana jarayonni kuzatishingiz mumkin. Men esa mana shu nuqtada bugungi reportajimga yakun yasayman. Ammo kickboksing bo'yicha O'zbekiston Kubogi bahslarini bevosita telekanalimiz orqali kuzatishda davom eting. Qizg'in, qiziqarli, murosasiz janglar hali oldinda. Ko'rishguncha.